Kechiringlar, saqlatib qo'ydim. Mantiq sizni 100 yosh kirgan bovoy olsa, qisib tashlab men poch kechikib qoldimkin debdi. Men nimanchalik odam saqlatasiz? Bu nima deganingiz? Nima deganim bo'ladi? Men sizni sapsaq yarim soat saqladim. Divanlik kesangiz yo'qda, mush gapni tushunmaydiganga. Pulingni tezma aldirayman. Siz saqsiz? Ko'zingiz shunda qayerga ko'rinyapti nima? Qarsam qo'ncha ishtak emaskansiz aka. Yetkab bering. Aka, cho'ng dadalim nima bo'ldi? Bunda qilsizmi aldirayman. Men hozir aldirayman deyapman. Shung mashinangiz yetkab turib men chiqib olay. Oldirsangiz uchib o'tdi. Qarammish qiyirganda ochoqni unutib qopdimi? Nima? Uyda keldiringiz, cho'nglar gap qilganda adab qoidani o'rgatmaganmi? Ma'qul. Qapolmay mashinangizda tatib bergan bo'lsangiz, men yutib olsam bo'pti-ku. Bu tarbiya ko'rgan odamga sal o'xshadi. Lekin unda asan ish yo'q. Meni cho'ngdada kechiring deb so'rang. Voy, ishingizni qilgan, nima deb shuraydi? Pulingga tortgan mashinangizni. Anda qo'ysa, qanday qo'ysangiz o'ting. Ay, to'xta. Ma'qul, menday. Hurmatli bova. Voy, gap so'zim sal qo'poltib ketgan bo'lsa, ko'ngillariga olmag'aylar. Mening tantak mashinam, masalning muborak mashinalarining kayniga o'tib o'ptikan. Xapolmaysiz yo'l bo'shatib bergan bo'lsa, men chiqib olsam bo'pti-ku. Ha, bo'ldi. Bak, unda kuchab so'zlab ketmasangiz-mi anglayman. Endi quliq eg'ir bo'lsa anglamay qolmasin deyman-ku. Hozirgi yoshlarimiz yo cho'nglarni hurmatlashni bilmagan, yo adab axloqni bilmagan. Qanday? Kalsın, dedi var. Terbiyeni unutib qolma, qizim. Bilmem kilemeymen izlarga iz kaldırıp bilmem süyemeymen sargıyıp altın bulup Armanim sen, armanim sen benim. Ey armanım, arman. Ha, mana. Vay sen mi de? Qanday oğlan, yaxshi tudingmi? Ha, yaxshi o'zing-chi. Tamoq yedingmi ya? Yedim. Maylaymiz. Kuning yaxshi kelsin, ha? Ha. Pek yaxshi zadi. Gitar. Ay, bo'ldi. Sen çalsan hamda bek. Mo'ngloq muzikalar chiqib qolmasin. Bechora bayqash. Shuni bo'ytaqchilikdan bezor bo'lib, zararlanib naqshlarni yetib to'lab ketding yine. Zararlanib deb. Va bu zararlandimmi, nima ish qildim sen nima bilasan? Boshqalar amriq naqshgan shu mashqda deb. Bo'pti. Yashamasangmi bo'ldi aqra. Bunday jafo chekishadi. Birazdan peshin kapli qilib tursam, bu turmushlarimni o'nishib ketmamdi. Sen bana nasihat qilib keldingmi? Men sana nasihat qilib emas, xush xabarga keldim. Nima xush xabar? Herkes undaq emas, Nigar.
Nig'mat akanın deyişçi bağı, Azmat degan o yigit akanın uzun yillik ağaynisi ekan. O'zi qamlashqali bo'lib qolmasdan, shundoq adab axloqli ekan taxi. Ey, Nigar mening navrisinglam qara, tutingma. Men seni alayda yaqin ko'rganligim uchun o'zimning navrisingni sang tanishtiryapman. Qahuz shunday qilamda. Apa, necha kun yoq sizning zo'ringiz bilan 10 necha odamdan ko'rishib bo'ldim. Hech qaysi umid yo'q. Menda umid kutmadi. Menda faqat umid yo'q. Mo'sh bir necha kun ichida 20 ta qiz bilan ko'rishib bo'ldim degina. Hozir boshlarim o'chaq olib etib ketaydi hozir. Nigar, sen dadang ishkimizni nima bo'lsin deysan, ha? Bir qatim gapimizni bir elik olsang bo'lmamda. Nimda yog'och quloqsan? Endi qag'ni o'zingni mayli qara. Men seni zo'rlamayman. Men bu shu Ayshamxon opamning ko'nglini deb sana o'zimning navrisingni tanishtirgan. Bo'pti. Apa, sizlarning ko'nglinglarni deb to'xtamay uchirishga chiqyapman-ku. Sizlarning ko'nglinglarni deb to'y qildim-ku, oxir qanday bo'ldi? Men so'rlimsangli bo'lmamda. Opamni desam, hozir bir qizni ekirvag'im bor. U degan vashida bir ekirib oldigan shomsa ya. Ekvag'li bo'lmasa qara. O'michingni-chi. Va mushundani mang'amsan? Qonamdim. Uzatma demamsan. Bulla. Hey balam, yo'qolib ketding-ku sen? Ay shu aldirash ishlab, uyga qaytib dam elib degandek shudim opa. Hey, sening yo'qolib ketganing qaraganda birsini tepibsan juma sen. Agar birsini topsang, men uyga kelmasam, men sendan og'irmayman balam. Lekin bir shart, oshqisini akasang, men bir tunish baqsam. Sta, opa bu qiziq gap qilsizda opa. Qanday qiziq gap? Bu men o'zimni ko'rib boqmagan qizlarni qanday boshlayman? Sizda uyga boshlab bo'psiz. Emiz qanday qilsam bo'ladi balam? Osh ko'ranmagan kelinimni, navramni xiyollarimda bo'lsa-mu o'ylab, osh umoq navramni so'yib yursam bo'lmamdi-ku. Xiyol qilg'ilib qo'ymamsan meni. Yo'q, yaxshi o'ylabsiz opa. Mening shunda qig'im bor. Men ozroq vaqt bering. Undasi meni xush qildigan ishlarni qil. Qara, a do'stlaringning oldi balali xo'p bo'ldi. Sen hozirgacha mushtav yuriysan. Ey, men o kelinlarimni yetlab, o umoq navrlarimni o'ynasam, mangim toz yarışıdı balam. Mangim kulki yarışıdı, xo'shallik yarışıdı. Yarashmam dikaya. Yarışıdı. Yarışıdı opa. Nimalarni o'ylaydigan sen, nimalarni o'ylaydigan sen. Rasmiy men bek charchab ketdim. Qiziq choydan bildim iching'a. Aqli rahmat xotin. Hey. Keşfan telefon qilib qopsan-ku. Navrisinglar bilan ko'rishib boqay degandim. Ayshamxon opam toza dekkanni beribdi-da sening, ha? Men o'ylashib boqay. Nimani o'ylashib boqsay? O'rlashtir deganiki o'rlashtiray. Mo'sh bir necha kun ichiga o'rlashtirsam yaxshi bo'ldi. Men ras amal qilmadi. Amalan qanmaganda uningkin ko'rishlik odam deydi u, ha? Ishoni qil. Hey, chaqchaq qilib qo'ydim. Men astoydil da'vatim. Menga bir yordam qil. Az mehmon qilsa. Voy, chata yo'q, mehmon qilish deb qolsa. Tuzuk mehmon qilsa-jimi? Voy, ma'qul, bo'ldi, chata yo'q. Ma'qul emsa?
Haşta olsun. Canlaş aldıran. Kim telefon qildi? Xudo. Azmat telefon qildi. Men Azmat bilan Nigarni uchrashtirib qo'yay degandim. Nigarni? Yaxshi ekan-ku bu. Uning ustiga ikkiniz bir qatim turmushda zarba yeganlar. Bularning ishi cho'qim oson bo'ldi, Nig'mat. Hey Xudo, nada oson to'xtaydi, ha? O ikkilisi shu boshqalar bilan ota-onasini deb ko'rishyotdi. Ular qo'yib bersangiz faqat ko'rish qismi yo'q. Nigarni bilasiz, o mening o'zimning nevarasingmiz. Endi uni shu Azmatga o'xshash ishlik bola topshirmoqchi. Faqat bir odam xotirjam bo'lolmaydi. Shu. To'g'ri dedingiz. Azmatmi bek yaxshi bo'lgan. Nigarmi bek chiroyli. Men cho'qim chikisi chiqishib qoldim. Biroq mush turmush deganda baxtli bo'lmasa, turmush xotirjam bo'lmasa, hamma ish bekor ekan jinim. To'g'ri. Ikkimizning turmushiga kesdaymiz-ku. Xotin. Sizmi men bilan bechiq chapatatdingiz. Mana ishlarimiz endi yaxshib ketdi. Endi bir uftido. Sanatga sizni hargiz chapatat qilmayman, ha? Voy, men burunmi baxtlidim. O'z yaxshi ko'rgan odam bilan chapatatsa, 11 baxt oldi ekan. Biz singling necha chaqirganda? Nima bo'ldi ya? Ko'p bo'lolmaydi shunga deyman. Birga oldiramda, ha? Ya tug'amding ya. Deydi ama. Ya bu oldirib yurgansan, endi kemmamda deyman. Mana kelga vaqtim bo'lib qoldi emasmi? Qiz oldigan bunda bir ko'rishgil chiqqandan keyin bir chiroyli yasinib, bir qash ko'zlarini bunda bir o'ngshab keladi qara. Shu vaqt ketmamdi. Sen mana oldirib yurgan. Shunga boyda qolgan emassan. Ya Raz. Men Nigarni beytas chaqirib chiqdim qara. Men chiroyliqman gap so'zlarni qilib, men o'zimni yaxshi ta'sirini qoldirdim. Men Nigarni bekdas chaqirib chiqdim qara. Men bekor gap qolmadim. Opam demasam nima ish qilib bu yerda o'tirib. Osmondek oyo'simi kelmaydim. Shundoq odam emas, nima emasmisan, ha? Ya men zvoninga cho'may orin tiqib olsam ozlik qildim sana. Nima qilmasang yaxshi qildim. Zemgimi az. Hey chaqchaq qilib qo'ydim, chaqchaq qilib qo'ydim. Ay bo'ldi qani. Aka yaxshimi? Qara, yaxshi to'g'rimi? Yaxshi to'g'rimi? Kira. Qandara qizim yaxshi turdingizmi? Jahon ta keldi, ha? Ey, qalon davom ya. Mening singlim Nigar. Shu sening singling Nigar necha kundan oldin mening davrimdi. Ha? Kim sizning davringizga? Nim qalayimqan so'zlab yurisiz? Aka, men ketdim. Onda qoldiraysiz deyman. Nega qoldiraysiz? Ya baş kerak, ya baş tomoq yeyli. Unandika aldirmayman. Ha? O'tir. Ha? Ekle yaxshida?
Aka, sening bunda qamlashmagan do'stingning borligini faqat bilmayotganman-chimi men. Qomlashmagan? Kim qomlashmagan ki? Qomlashmagan degan-chi siz. Men mushundaq tarbiya ko'rmagan odam tanishtirmoqchimisan? Ne'mat. Sen men tanishtirmoqchi bo'lgan narsanglar mushima. Cho'nglar yaxshiroq tarbiya qilib qo'ysin juma. Ay bas. Bo'ldi yaqinda. Va nima bo'ldinglar? Ha? Baba ko'rishmay bunda qilsanglar. Ben sizlarga deb qo'yay, qaranglar. Ha? Mayaga nim uchun yig'ilganliklaringlarning maqsadini bilasizlar. Shunaqmi? Azbat, men sana dey. Bu yoq mening navrisinglim Nigar. Tushunding ha? Tushundingmi? Ha, tushundim. Ha. Nigar. Bu yoq mening yiqa ag'inam Asmat. Qanday gap bo'lsa, aldırmay deyishmandiq deyman. Chiroyli. Ha? Aqllasana. Chiroyli. Bu yoq chiroyli gap yarishamda. Sizga yaxshilik yarashmagandekmi? Sizga yaxshilik texinbek yarishamdi. Sen xaplarning nima bo'ldi? Siray. Aka bu mushunda vaqtimi? Ma'qul. İdarədən telefon qilib qara, hozir kimsan olmaydi dedi. Men kechki sana telefon qilay. Jima? Sus. Sana olib qoldim nima bu? Qaraganda shu jiddiy ish chiqib qolgan o'xshaydi. Bo'lmasa ketmabdi bu. Qapama asta. Choy icha. Choy ichib, monishib o'tirmas. Ishkanglar tanishamdinglar. Desam bek oddiy gap aka. Lekin bu do'stim mijoz ish qilib baxal etgan. Ko'rgansa baytiqqa holatini. Vay. Xapamay mashinangizni tatib beramsiz? Ha, ma'qul. Men hozir tushib tatib beray. Nima deydi u? Birsi mashinangizni tatib bersangiz deydi. Sen chiqib mashina tatqach to'g'ri, men mayli, inson qilaydi, Ma'qul. Necha bo'ldi?